Assalamu alaikum arkadaşlar, yaxshimisizlar? Bugun bu yerda bir kod var. Kod deyman, topshiriq, vazifa ya'ni. Bu vazifada ko'ringlardek bunda bir main window substring deb nim qilib bir ichida bir array so'ragan bir method yozishni talab qilibdi. Ammo bu array bo'lganligi uchun bu arrayninki ikkilik nimaga hisobda ikki tal stringdan tarkib topgan bir array ekan. Oldingisini firstni n debdi, second parameterni k bilan ifodalabdi. Andan keyin maqsad nima desa, bu k ninki ichidagi butun harflar n ning ichida, ya'ni birinchi parameterdagi, ya'ni birinchi stringdagi nimada bo'lsa, andan keyin hisobdan takrorlangan, misol ma'noga o'xshash misol mana bu birinchisi nt mal. Misal mana a b a d d a e degan bu hozir n string n shu. Ammo bu aed degan bu string k. Endi qaragan bo'lsanglar bu aed degani misol a degani men takror bor, ammo i yo'q, d yo'q. Ani qarasanglar men yerda misol men yerda DAE deb bor. Bu DAE degani eng qisqa bir string, bir bo'lak va mushni o'z ichiga olgan. Mushnasini nada nim qilgan va dal mushu maqsad DAE deganni besib chiqarib bering demoqchida. Ashna bir algoritm yozdik ekanmiz. Misol andan keyin yana menga qaragan bo'lsanglar, mana da input deb example debdi. Misol bunda bir uzun bir nima ekan. Andan keyin JEFAA debdi. Qarasanglar bu J'dan aram bir siva. Demak, mishani markaz qilsak bo'ladi. JE'dan boshlaymiz. AA'dan boshlasak bo'lamdi. A'dan ikkisi bo'lishi kerak, ya'ni A javobida hisobda A K S F A G E deganni qilibdi. To'g'ri, bu shunning ichida ma'nodagi harflarning hammasi bor. Albatta ma'nodagi harflarning soni 5 ta harf qo'y. Ma'nodan qisqaldi normalda. Chunki faqat bu harflarni e'lon demabdi buningda. Bu harflarni uda shu kelgandan kelgan eng qisqa bir string deb biring debdi. Demak, harflarning orasida boshqa harflar bo'lib qolishi mumkin ma'nosida. Shu harflar bo'lib qolsa, shularni o'z ichiga olib turib, buni bir output qilib chiqarib berishimiz kerak. Okay, demak, hamsa tushuntirishim kerak bo'lsa, andan keyin biz bir nima qilib boqaylik. Men bir tal package ni quray. Buningga sabla string deb qo'y. No. Table deb qo'y. Misol table deb bir tal nima qilay, andan keyin buningga men substring deb bir tal classni birlashtirdim. Okay. Varaq göstay ko'rishinglar uchun, yaxshi ko'ra olishinglar uchun. Okay, endi birinchi qilg'ash endi nima desam, peshda biz bir tal bir method yozishimiz kerak qo'y hisobda. Chunki men yerda degan bir stringdan bir return qilib berish kerak topam yerda. Mana return string de mana shunaqa DAE degan stringni return qilib bersin topam. Demak, bu bir tal string return qiladigan bir method bo'lishi kerak. Demak, biz bu yerga public string andan keyin biz bunga mana da main window substring deb bir tal bir nima kerak hisobda. Methodning ismi shu ekan. Main window substring.
substring deb qo'yaylik. Andan keyin bu bir ya'ni men degandek dastlabda bir arraydan birini qiling debdi. Men yozilish shakli ancha to'g'ri emas meniki. Shunaqasini biz to'g'ri yozaylik. String deb yozib array. Biz bunga nima debdik? str array. Okay. str array deb qo'yaylik. Xo'sh, mastimizning ismini yozib oldik. Amiyat nimish qizil bo'lgani demasam bo'ldi bu. Chunki bir tal string qaytargan bo'lgan ekan. Biz uni taq yozmadik shu. Birdam konşetimiz. Okay, endi keldik. Ya'ni bu my array'ninki, string array'ninki ikki tal ichida ikki tal element var, yani ikki tal string var. Biz şu an bunu ikki tal array petde saqlamay bunu bir string aylantirib olaylik. Ya da string 5'likisi the first parameter being this string n depdik. Demek first diye n ke. N demek first parameter ne buldu? Bir tal array'ninki bu degan str array'ning 0 element oldu. Hoppa. 0 element oldu. Okay. Yani ma array'ning 0 elementi ma miyetki ma array'ning bizlik qildirgan array'ning 0 elementi. En qatan olsun dedik. Hamda mani kaynenim qiblam. Mani kay aylantirib qo'y. Mani 1. Demek hozir men ma array'ninki ichidagi ikki tal stringni ayrim qilib yozib oldim. Xo'sh. Hamda keldik. Hesapda andan keyin bu nimaning ichidagi stringning ichidagi ya'ni ma bu kaynidagi men o'yladim kayindagi stringninki ichidagi har bir tal harfni ayrim tutib olishni o'ylashdim. Hamda misol uni biz xohlasak agar array qilsak bo'ldi. Her bir tal harflarni char array qilsak bo'ldi yoki biz map qilsak bo'ldi. Men map qilishni sal yaxshi ko'raman normalda. Shu map qilib yozay deb o'ylashdim. Map yani hash map bo'ldi. Andan keyin menga character yani buningki case'i character bo'ldi. Andan keyin value'si integer. Value'si integer bo'lsin. Andan keyin biz bunga char andan keyin biz bunga char nima deb yozsaqlar char count map in k deb yozib qo'yaylik. Andan keyin bu tang new hash map bo'lsin. New hash map. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz nima desa? Shu mapning ichida, chunki biz bu map shu k degan stringning ichidagi nimalarningki har bir tal karakterningki karakterni mush map qatimiz yani bu yerda karakter yani ma karaktersi k bo'ldi. Demak bu k degan takrorlansa bo'lmaydi mapda. Shu sababdan bu yerdagi ma k o'zgargan chog'da k yani takrorlansa olmaydi. U sabab tufayli faqat ma integerning qiymati o'zgarib qoldi degan. Ashla bir shaklda yani map orqali shu stringningki k degan shu stringning ichida har bir tal karakterningki qancha qatam takrorlanganligini ifodalaymiz deb o'ylayman. Shunga ham buni qilish uchun nima qilamiz desa for each loop ishlatay. For each for each loop
for each loopni ishlatay. For each loopga char misol c day. Butun pas tushib ketdi. C deb anondan hisobda bu ya'ni har bir tal karakter nadiki k'ning ichidagi. K'ning ichidagi, ammo biz k'ning ichidagini nima qilish uchun k'ning string olsak bo'lmaydi. To char array degan ma'ni qilaylik. Buni biz array ga aylantiramiz. Array ga aylantirib, chunki for each loop degani string ni ishlatib olmaydi. For each loopda normalda tushunmaydi. Misol men hozir mana to string desam, to string deb bunday qilsam, mana qizillik chiqib qoldi bu yerda. To string, ya'ni for each loopda deydi for each loop not applicable to type deydi. Ya'ni shu string degan narsani string degan type'ni ishlatib olmaydi for each loopda. Shu sababdan menga nima qilib to char array qilib bir array qilamiz. Buni arrayning ichidan har bir tal c ni bir qatimdan chaqirib ekamiz. Chaqirib ekib amdi ya'ni har bir tal harfni bir qatimdan mushu mishadiki mushningga mush mapga qaytitamiz. Ya'ni char count map in k deganga put qilman. Put qilganda qarasam yerda character k va integer va. Ya'ni bu yerdagi k ya'ni k nima? Bu yerdagi c shu. Ya'ni k ya'ni bir lug'at bo'lsa, lug'atniki misol inglizcha germancha lug'at bo'lsa, uningki inglizcha so'z k bo'lsin, uningki valuesi germanchadagi ma'nosi bo'ldi degan gap. Shunga o'xshash bir narsa u map degan. Endi biz buningga lekin buningda endi biz har birisiga ayrim nima qilaversak bu bir bo'lib chiqaverdi kashog'icha. O'zgarmaydi ya'ni. Bu k'ning zodi miyadagi ma karakterniki qancha qatim takrorlanganligini biz bu shaklda bu yerga bir deb yozib qo'ysak bilamaymiz. Biz ham buning uchun qanaqa qilamiz desa, buning qatmi buningga nimani qatimiz desa, ya'ni biz buningga mishadiki mush char countningki mana qana to'ksimi char countningki mushu get deb yozib c ning hozir qarasanglar bu yerda misol men bu get c ni yuritib turay, chekit get desam bu yerda integer qiymatda qaytardi. Ya'ni qancha 2003 mi degan bir tal sonni qaytardi degan gap. Demak, men c ni yozib bersam, demak mishadiki mush karakterningki mushu mapda qancha qatim takrorlanganligini bilalaymiz. Bilgildi. Allabirun qancha qatim takrorlandi degan gap bu. Biz buni qassak, endi bu demak hozir navbatgisi for each loop ochadi. Mush karakterning o'zi allabirun qancha qatim takrorlanib bo'ldi va biz buning birini qassak, demak yangi qatim shu eng oxirgi qatimlik takrorlanishimi qiymati o'zgaradi, qiymati qo'shilib ma'lum degan bir qatim qo'shildi. Demak, allabirun 2 qatim takrorlanib bo'lgan bo'lsa, biz orqali demak 3 qatim takrorlandi degan bir demak bir mapning ichida put deb anaki ma'ni nima qilib besib chiqamiz. Besib chiqarsak, shunday shaklda besilib nima qildi hisobda 3 ya 4 deb besilib chiqildi. Okay, endi men buni texnik bir tushunishroq bo'lish uchun bir sinab olsak bo'ldi bu yerda. Misol esot qilib qilganda mana shu char count map inc degan ink degan qildi. Tamam ma'ni okay. Hozir qadar men k'ni ishlatdim. Shunga menga return key qo'yib turay. Chunki bir narsa so'radi mendan bu bir tal string qaytarma degandan qaytarmading deb. Okay. Endi hozir bir tal mas to'g'ri uchun ham menga bir main function nimani yozib qo'y. psvm.
okey, men manim yada ma maslim ya chaqira olishim uchun ma chunki ma PSVM bo'lgani uchun ma static bo'lganishqa shuni men mani static qilishim kerak. Bo'lmasa ishlaymaydi. Ismim buni min deb yozdim. Endi bu mendan bir array so'radi. Array so'rgandan keyin buningga bir array beray, misol bla bla. Andan keyin bla bla. Bla bla. Oh, ya. Ben ma'nın içinde ben bunun içinde bunda şekilde yazılmaydır. Doğru. Başta ben bir string array qilib, çünkü bazı qanchalik cho'nqlik bir array ekanligini bilmaydi bu. Shu sababdan string array deb yozib, mesela array deb yozib qo'y, tang deb yozib, bundaq rasmiy arrayni bunda şekilde besib qo'yib, anandan keyin men miyaga bu mendan array so'rayotgani uchun yorar deb yozib qo'ysam, tamam vassalam bo'ldi degan gap. Endi hozir gap men miyada men besib chiqadim. Mana bir ijro qilib boqay, nima chiqadi. Okay. Null pointer exception aldık. Sebep null pointer exception 17. Qordaydı. 17. Qorda. Ha, tamam. Maput qilmoqda desabdalqi taxi buningga taxi hech qanday nima berilmadi. Mapga qimmat berilmagan xulosda. Chunki ma'no ichida get c qilsan bundan hech qanaqa bir qimmat yo'q meniki desabda. Şu biz bunga bir qimmat berib o'tishimiz kerak desabda. Shu sabab tufayli bunday qilayman. Mega ma for loopni ham bir qatim yozib managa null berib qo'yay. Berib qo'ysam demak dastlabdan misol mana bir esot qilib char count deb qo'y. Hozir mana 2 qatim besib chiqamiz. Birinchi qatimda bir tal bir mapdan bir besildi. Bu mapda har bir tal mishalik narsaning har birisiniki 0 degan narsa chiqdi. Maqurda maqurda uniki maqurda uniki haqiqiy nimani hisoblab chiqdi. Yani hozir chiqqan narsa nima? Ma'no ichidan topdik hozir. Chunki men bu yerda k-ningini ikkinchi va keyindigini qilgandim. Keyindigini qilgan ekan. A degani bir qatim takrorlandi, to'g'ri? S bir qatim takrorlandi. D bir qatim takrorlandi, ama J 2 qatim takrorlandi. To'g'rimi? To'g'ri chiqib berdi. Okay. Ben hozir sirtqichqa ishim chiqib qolgani uchun meni videoni ikkiga bo'lib qilishim kerak bo'ldi hamda davomini keyingi qadamda yozamiz. Allohga emanet.